Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuyimiz sun'iy intellekt haqida. Bu mavzu doirasida biz sun'iy intellekt haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Sun'iy intellekt bu kompyuter tizimlariga inson aqliy qobiliyatlariga o'xshash vazifalar bajarish imkonini beruvchi texnologiyalar majmuasidir. CI algoritmlari o'z tajribasidan o'rganish, muammolarni hal qilish, mantiqiy xulosalar chiqarish, tilni tushunish hamda hattoki ijodiy ishlar bajarishga ham qodir hisoblanadi. Sun'iy intellekt turlari. Sun'iy intellekt turlariga 3 tasini kiritishimiz mumkin. Bularga birinchisi zaif sun'iy intellekt. Bunga faqat bitta yoki cheklangan doiradagi vazifalarni bajara oladi. Bunga misol qilib Siri, Google Assistant yoki Alexa ovozli yordamchilarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ikkinchisi esa kuchli sun'iy intellekt. Bu endi inson kabi mustaqil fikrlay oladigan, turli sohalarda mustaqil ishlashga qodir bo'lgan tizim hisoblanadi. Hozircha bunday CI mavjud emas, ammo tadqiqotlar hali davom etmoqda. Uchinchisi esa super intellekt. Bu nazariy tushuncha bo'lib, insondan ustun intellekt ega bo'lgan sun'iy ongni anglatadi. Kelajakda bunday texnologiya paydo bo'lishi mumkinligi haqida bahslar mavjud. CI qanday ishlaydi? CI bir necha asosiy texnologiyaga asoslanadi. Birinchisi bu mashinali o'rganish. CI tizimi katta ma'lumotlar to'plamidan mustaqil ravishda o'rganadi hamda tajriba asosida yaxshilanadi. Ikkinchisi chuqur o'rganish. Neyron tarmoqlar yordamida inson miyasi kabi murakkab o'rganish jarayonlarini amalga oshiradi. Uchinchisi tabiiy tilni qayta ishlash. Inson tilini tushunish va qayta ishlash imkonini beradi. Masalan, ChatGPT yoki Google Translate misol qo'shishimiz mumkin. Hamda to'rtinchisi esa robototexnika. CI bilan ishlaydigan robotlar muhitni tahlil qilib, harakatlarni rejalashtiradi hamda bajaradi. Sun'iy intellektning ijobiy va salbiy tomonlari. Ijobiy taraflariga sun'iy intellektni ish unumdorligini oshiradi, murakkab hisob-kitob va tahlillarni tez bajaradi, hattoki inson hayotini ham yengillashtira oladi. Ikkinchi salbiy tomonlariga kiritadigan bo'lsak, ish o'rinlarining qisqarishi, sun'iy intellekt noto'g'ri qarorlar qabul qilishi, hattoki xavfsizlik va maxfiylik muammolarini ham keltirib chiqarishi mumkin. Sun'iy intellektning kelajagi. Sun'iy intellekt kelajakda o'zini anglaydigan CI, ya'ni inson kabi mustaqil fikrlaydigan tizim, kvant CI, kvant kompyuterlar yordamida yanada kuchli tizimlar hamda sun'iy ong va hissiyotlar. CI inson hissiyotlarini tushunib, ularga mos ravishda harakat qilinadigan sun'iy intellektlar ishlab chiqariladi kelajakda. Hozirgi davrdagi sun'iy intellektlar. Hozirgi davrda ChatGPT tabiiy tilda suhbat qurish va turli mavzudagi matnlar yozish imkoniga ega bo'lgan. Google Bard, Google tomonidan ishlab chiqarilgan kuchli chatbot. Cloud, xavfsiz hamda inson o'zaro ta'siriga asoslangan chatbot. Meta Facebook kompaniyasi sun'iy intellekt modeli hozircha xuddi shunday sun'iy intellektlar mavjud hisoblanadi. Bugungi mavzuyimiz shu. E'tiboringiz uchun rahmat.